Assalomu alaykum Sayra opa. Oramizda 1000 kilometrdan ortiq masofa bor. Lekin biz bugun IT haqida gaplashmoqchi ekanmiz. IT imkoniyatlaridan foydalanib, yuzma-yuz suhbatni kutmasdan onlayn intervyu qilishga imkon topdik. To'g'rimi? Men avval suhbatdoshimni tanishtirsam, suhbatdoshim Sayra opa Ro'zimova, Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumanidagi 2-maktabning informatika fani o'qituvchisi. Sayra opa, keling suhbatni avval maktablarda informatika bilan shug'ullanishga sharoitlarimiz o'zi yetarlimi? Qanchalik bizada infratuzilma yaxshi maktablarimizda? Shundan boshlasak. Assalomu alaykum. Avvalambor meni tanlaganingizdan juda ham xursandman. Men o'zi Xudo suygan bandaman. Ustozligim bu mening omadim. Ertalab ishga kelsam, meni kutadigan o'quvchilarim bor. Shoshilib ishga kelaman. Meni fanimni yaxshi ko'radigan o'quvchilarim bor. Men mana shu sohada ko'p yillardan beri o'qituvchilik qilyapman. Informatika fan o'qituvchilari uchun hozirgi kunda sharoitlar juda ham yetarli. Men bundan xursandman. Mubolag'a qilish shart emas. Juda ham xursandman. Shunday ajoyib zamonda, shunday sharoitlar yaratilgan zamonda yashayapmiz. Mana shu internetdan o'quvchilarimiz uchun yoki bo'lmasam qaysi dastur kerak bo'lsa ham, qanday dars mashg'ulotini olib borish uchun qanday ma'lumot kerak bo'lsa ham, hamma ma'lumot yetarli. Faqatgina bizda mazza qilib o'quvchilarimizga mana shu kasbni sevishga, ularni mana shu yo'ldan borishga o'rgatsak bo'ldi. Informatika o'qituvchilarimiz uchun sharoitlarimiz haqiqatdan ham juda ham yaxshi. Mana mening maktabimda mening xonam bor. Har bir darsda o'quvchilarim o'zimning xonamga kelishadi. Ishonasizmi? Hattoki katta tanaffusda ham tanaffusga keta olmayman. O'quvchilarim barchasi qo'ng'iroq chalinishi bilan eshigim oldida turishadi. Bolalarim uzoq tanaffusu. Men ham birgina piyola choy ichib olay yoki kofe ichib olay desam, ustoz, biz uzoq tanaffusni ham sog'inib kutib darsingizga keldik-ku. Mana shuning uchun keyingi tanaffusda icha qoling deyishadi. Informatika fani hozirgi kunda kelajak kasblaridan biri bo'lib, farzandlarimiz juda ham qiziqib o'qishadi. Bu fanda ma'lumotlar ko'p. Farzandlarimiz uchun, hozirgi yoshlar uchun kerak bo'lgan hayotida har qadamida uchraydigan muammolarni bartaraf etish uchun ular o'rganishga qiziqishadi. Sharoitlar demak yetarli, internet, Sharoitlar yetarli. Internetimiz yaxshi ishlab turibdi. Hattoki o'quvchilarim, "Voy ustoz, bu xonada juda ham tez ishlaydi-ya" deb qo'yishadi. Juda ham sharoitimiz yaxshi. Hozirgi kunda yoshlarimiz nima? Mazza qilib o'qishib qoldi. Qani edi, ortga qaytarsak, 30 yil ortga qaytsam, men qancha dasturlashni, yana qanday sohalarni o'rgangan bo'lardim. Men hamisha o'qituvchiligimdan faxrlanganman. Farzandlari, o'quvchilarimni yaxshi ko'raman. Ularga har kuni nimanidir yangilik qilib aytgim keladi. Nimanidir o'rgatgim keladi. Ular hech bir insonni hech qachon biror bir ma'lumotni unga o'rgatib bo'lmaydi. Uning boshiga solib qo'yib bo'lmaydi. Faqatgina o'sha ma'lumot haqida qiziqarli qilib yo'nalishini berib olsangiz bo'ldi. O'quvchining o'zi o'rganib oladi. Tushunarli. Rahmat Sayra opa. Mana bizni tanlaganingiz uchun rahmat deb aytdingiz. Aslida sizga rahmat. Qimmatli vaqtingizni ajratganingizga. Nima uchun siz bilan suhbat qilishga aslida qaror qildim? Shu haqida ham ozgina aytib o'tmoqchiman. Kuni kecha raqamli ta'lim markazi direktori Shuhrat Sattorov bilan gaplashib qolganimizda yaqinda Xorazm viloyatida Al-Xorazmiy vorislari degan bir loyiha bo'lib o'tdi va o'sha loyiha doirasida sizni taniganlari va siz kabi o'quvchilarni orqasidan men birinchi o'yladim dedilar, bu menimcha ota-onalardan biri bo'lsa kerak deb o'yladim dedilar. Lekin bilsam o'quvchilarni orqasidan shunaqa xavotirda, shunaqa hayajonda yuribdilar dedilar. O'shaning uchun bizani e'tiborimizni tortdingiz. Bunday o'qituvchilarimiz oldida juda ham minnatdormiz, rahmat deb aytishimiz kerak. Ayting, shu loyiha haqida ozgina to'xtalib o'ting va u sizga nima berdi va o'quvchilaringizni unga nima uchun bir jalb qilishga qaror qildingiz va bu sizga nima berdi? Mana shu Al-Xorazmiy vorislari loyihasi men uchun juda ham quvonarli holat bo'ldi. Chunki biz Xorazmning chekka tumanimiz.
chekka joyda joylashganmiz. Biz markazga 60 bilan 70 ning oralig'ida 66 kilometrmi 63 kilometr turamiz. Mana shu katta IT parklar va mana shu kuchli dasturchilar, kuchli dasturlashni, mana shu sohada ilmga ega bo'lgan mutaxassislar asosan markazda o'rgatishadi. Bu bizning o'quvchilarimizga bir muncha qiyinchiliklar tug'dirar edi. Haqiqatdan ham onlayn hozirgi kunda savol tug'iladi. Onlayn o'rgansa ham bo'ladimi? Hamma narsani onlayn o'rganib bo'lmaydi. Qayerdadir nimadir kamchilik chiqib qolsa, o'shani o'rgatib borishga insonga ustoz kerak. Misol uchun, mening oilamda eng kichik o'g'lim 1-sinfda o'qiydi. O'sha modellashtirish, uchta dizaynga juda ham qiziqadi. Onlayn kurslarni sotib olib qo'yibdi. Onlayn kurslarda ishlaydi, o'qiydi, o'rganadi, ingliz tilida kurslarni o'rganadi, IELTS bor. Lekin unga mana shu yerda biror bir muammo duch kelsa, unga o'rgatadigan ustoz yo'q. Kuchli mutaxassislar yo'q. Dasturlashning o'sha sohasi, IT sohasining o'sha yo'nalishi bo'yicha. Mana shu Al-Xorazmiy vorislari tanlov o'tkazilishi munosabati bilan mening darslarimda ochiq kunlarim bor. Masalan, dushanba kuni va juma kuni ochiq vaqtlarim bor. O'sha paytda bu tanlovni eshitgandan o'quvchilarga tanaffusga 2 daqiqa qolganda o'qituvchidan ruxsat so'rab, men mana shu e'lonni mana shu sinfga bermoqchiman, iltimos o'quvchilar meni eshiting deb sinfma-sinf kirib e'lon qilib chiqdim. 7-sinfdan 10-sinfgacha. Chunki menga har kuni to'garagim bor. To'garagimga bolalar kelishadi. Ularni kompyuterlarim sonidan kelib chiqib, haftada 6 kun o'rgatsam ham bolalarning qiziqishi kuchli va bularni sonini hammasiga o'rgatishni iloji yo'q. Qiziqadigan o'ta kuchli o'quvchilar bor. Kerak bo'lsa ustozlardan ham kuchli. Chunki texnika rivojlangan zamonda turibmiz. O'quvchilarimiz onlayn o'rganib turibdi. Uyda kompyuter bor, notebook bor, netbook bor. Mana shu o'quvchilarimiz har kun ustoz, bizda mana shunday ish bo'larmikan, biz mana shunday mutaxassisni qayerdan topaylik deb so'rashardi. Mana sizlar uchun loyiha, bolalarim, boringlar, men sizlarni registratsiya qilib beraman, hammang guvohnomangni olib kel, yoki bo'lmasa men sizga mana shu haqda tushuncha berib doskasiga yozib qo'ydim, har bir sinfning kirib. Bolalarim, mana shundan ro'yxatdan o'ting, tanlovda albatta qatnashing. Bu sizlar uchun 7-sinf o'quvchilari 4 yil bepul ingliz tili, IT sohasini o'rganasizlar deb o'quvchilarga juda ham qiziqarli qilib, eng ko'p shu sohada insonlar kelajak kasbi deb aytib chiqdim. Haqiqatdan o'zim maza qildim aytib. Keyin aytgandan keyin imtihon sanasi e'lon qilingandan keyin soati bilan birin-birin sinf xonalarga kelib yana aytib chiqdim. O'quvchilar, bolalarim, imtihondan qolmang. Mana shu keyin bora olmay qolganlar yakshanba kuni borishdi. Mana shu 1-2 ta o'quvchim qolib ketgan ekan. Mana shu o'quvchilarimga birin-birin qo'ng'iroq qilib, bugun soat 5 da sening imtihoning deb eslatdim. Haqiqatdan ham bundan juda ham xursandman. Bizning maktabimizdan juda ham ko'p o'quvchilar o'tdi. Qizlarimiz 13 ta qizimiz, 19 ta o'g'il bolamiz o'tgan. Bular hammasi kelib, hammani mendan ustoz javobi qachon chiqarkan? Mana javob ham chiqdi. O'quvchilarni tabriklab chiqdim. Keyin ustoz, o'qish qachon boshlanar ekan, qachon ochishar ekan? Har kuni ertalab maktabning oldiga kelsam, kutib turishadi. Sinf xonamning oldiga kelsam, kutib turishadi. Foyeda kutib turishadi, blokimda kutib turishadi. Mana shu loyiha biz uchun juda ham uzoqqa 60 kilometr uzoq masofaga borib o'rganish uchun bolaning 2 soat vaqti borishga, 2 soat vaqti qaytishga ketadi va charchab kelgan bola nimani o'zlashtira oladi va uning yo'l xarajati ham ancha qimmatga tushadi edi. Mana shu yaqinginada shaharimizning qoq markazida ochildi. Mana shu atrofning o'quvchilari topshirdi. Ular endi har kuni bepul, yo'l puli ham to'lamasdan bemalol piyoda yurib o'tib o'rganishlari mumkin. Bu juda ham ajoyib sharoit. Men bundan o'quvchilarimdan ham ko'p sevindim. Hattoki o'quvchilarimdan ham ko'p. Juda ham xursandman. Rahmat. Sayr opa, yaqinda bir soha mutaxassisi bilan gaplashib qoldim. Shu ITda faoliyat yuritadigan bir gap aytib qoldilar. Masalan, bizning nufuzli oliy ta'lim muassasalariga kirayotgan ayrim bitiruvchi o'quvchilarimiz, endi ya'ni sizlardan ketgan o'quvchilar
etishlari bo'yicha telefonda zo'r foydalanadi, telefonda xohlagan narsangizni qilib beradi, lekin afsuski deyaptilar, kompyuter sichqonchasini ishlatishni bilmaydigan o'quvchilarimiz bor deyishyapti. Rostdan ham ko'p qulog'imizga chalinadi. Ba'zan yaqingacha ham shu muammo bo'lgan. Informatika o'qituvchilarimiz kompyuter xonasida bolalarga kompyuterdan foydalanishga ham imkoniyat bermaydigan holatlar bor, afsuski. Hozir ham uchraydi, hozir ham yaqingacha ham o'sha ta'lim sohasida ishlaganimda bu narsa haqida eshitganman. O'zi aytingchi, informatika o'qituvchisi ertaga bo'lajak o'sha IT sohasini mutaxassisi bo'lib yetishadigan bolani hayotida qanchalik o'rni bor, u o'zini ustida qanday ishlashi kerak va nimalar qilishi kerak. Masalan, ertaga o'zini sohasida yetuk bir mutaxassis, hech bo'lmasa o'sha o'qitayotgan o'quvchisini shu IT sohasiga qiziqtira olishi kerak. To'g'ri, balkim o'qituvchi bugungi oxirgi texnologiyani bilmas, bugungi oxirgi chiqib kelayotgan trendlarni bilmas, lekin u hech bo'lmaganda o'zini sohasiga qiziqtira olishi kerak. Ertaga bir bolani hayotda yo'l topishiga yo'nalish berish kerak, to'g'rimi? Shu borasida menga fikringiz qiziq. Nima degan bo'lardingiz? Men shu masala to'g'risida mening bitta o'quvchim menga savol bergan. Bir nechta o'quvchim savol bergan. Ustoz, telefonda mana shu ishni qilsak qanday bo'ladi? Bolam, to'xtab tur. Men telefonga tushunmayman. Men informatika fani o'qituvchisiman. Kel bolam, men senga shuni kompyuterda ko'rsataman deganman. Haqiqatdan ham har bir oilada, har bir farzandimizda hozir telefon bor. Ular bundan ko'p foydalanish natijasida shunga o'rganib qolishgan. Haqiqatdan ham informatika fani bolalarni birinchi qiziqtirish kerak. Ularga shu fanni sevishni o'rgatish kerak. Bizning bitta pedagogiya, psixologiya ustozimiz bo'lardi. O'sha paytlarda ustoz aytardi: o'quvchi sizni ko'rinishingizni sevsin. O'quvchi sizning atiringizni hidini sevsin. O'quvchi sizning yoningizga chopib yugurib kelsin va o'shandan keyin sizning faningizni sevadi derdi. Xuddi shuningdek, o'qituvchining o'zi o'quvchini qiziqtirish uchun o'zini fanini o'zi sevish kerak. Ishonasizmi? Ertadan to kechgacha darsim o'tib bo'lgandan keyin ham ko'proq internetda o'tiraman. O'quvchilarim biror bir narsani o'rganib kelib, yangilikni mendan burun egallab so'rab qolsa nima deb javob beraman? Haqiqatdan uyimdagilar ham buni aytadi. Mana biz uyimizda ko'p foydalanasan, notebookni oldida o'tirasan, kompyuterni oldida o'tirasan deyishadi. Voy, meni kasbim shu deyman. Lekin haqiqatdan ham o'qituvchi o'zini kasbini o'zi sevsa, o'zi kompyuterni oldiga borib o'tirib ishlasa, bolalarni keling, mana shu narsani sizga shu yerda ko'rsatib beraman. Siz mana shu saytga kiring, mana shu silka orqali kiring yoki mana shu havola orqali kirib mana shu narsani o'rganing deb o'quvchiga yo'llanma bersa, o'quvchini o'zi qiziqadi. Haqiqatdan ham mana mening bitta o'quvchim bor edi. Men mana shu maktabga ishga kelgan paytimda bitta o'quvchi kompyuterxonada darsdan keyin to'garak o'tishimda shu o'quvchiga: kel bolam, men senga kompyuterxonada shu narsalarni o'rgataman, seni qiziqishing bor ekan, bekor vaqtingda kel desam keldi. Shu o'quvchi shu yil 11-sinfni bitirib Toshkentdagi mana shu Astromga kirdi. IT sohasi bo'yicha akademiyaga, hozir Yaponiyaga stajirovka mana shu narsa bo'yicha loyiha ustida ishlab turibmiz deyishdi. Uchta o'quvchim kirdi. O'sha aytadi: ustoz dedi, bitta maqtanib qo'yay. O'quvchim bilan ustoz dedi, men siz yoningizga kelganda alfavitni, tilini o'zgartirishni ham bilmasdim. Qarang, men qanday zo'r dasturlarni o'rgandim. Qanday zo'r ishlarni bajardim. Buning uchun sizga katta rahmat ustoz. Agar men ertaga shunday ko'p pul topsam, sizga nima qilib beray dedi. Men unga mana shu maktabimizga bir xona kompyuter xona sovg'a qilgin yoki bo'lmasam elektron doska olib bering bolam deb yubordim. Yana bitta o'quvchim Iqtisodiyot universitetining bank ishi va audit sohasiga o'qishga kirdi. O'qishga kirgandan keyin uyimga kelib, ustoz, fotiha qiling, men o'qishga kirdim. Agar men zo'r inson bo'lib, mana shu sohamda zo'r inson bo'lsam, maktabga elektron doska olib beraman. Bo'pti bolam, niyatingga yetdim. Siz mana shu kelajakda kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, yaxshi ishlarda ishlab, yaxshi daromad topsangiz, o'qigan maktabingizni hech qachon esdan chiqarmang.
Mana shu men shu soha bo'yicha sizlarda ozginagina bo'lsam qiziqish uyg'otgan bo'lsam, bundan juda ham xursandman dedim. Haqiqatdan ham bolalar qiziqadi. Ularning qiziqisini so'ndirmasdan, so'ragan savoliga shoshmasdan, bemalol javob bersak, erinmasdan tushuntirsak, shu sohani juda ham yaxshi o'rganib olishadi. Balkim bordir, qayerlardir, hattoki qayerlardir sichqonchani ushlab ko'rmagan o'quvchilar ham bordir. Lekin bizning maktabimizda 2 xona kompyuter xonamiz bor. O'quvchilarimiz bemalol darslarda bo'lib, gruppalarga bo'lib o'tamiz. Guruhlarga mana shu holatda ular kompyuter xonasiga kirib, kompyuterlardan bemalol foydalanadilar. Kompyuter xonamiz ular uchun hamisha ochiq. Ustoz, bugun darsingiz yo'qmi? Ustoz, qaysi paytda bo'sh bo'lasiz deb eshigim oldiga kelib turishardi. Kelaveringlar, men soat darsimni o'tib bo'lgandan keyin shu yerdaman deb qo'yaman. O'quvchilarimiz kelib foydalanishadi. Hattoki kech bo'lib ketsa ham uyiga ketgisi kelmay qoladigan o'quvchilarimiz bor. Menimcha o'quvchilaringizdan bunaqa gaplarni eshitgandan keyin mana shu hamma o'qituvchilik mashaqqatlaringiz, qiyinchiliklaringizni yo'qqa chiqsa kerak, to'g'ri emasmi? Shunday bo'ladi. Zo'r. Bugun o'quvchilarimizni to'g'ri, balkim hamma o'quvchilarimizda ITga iqtidori bo'lmasligi mumkin, lekin ularni hech bo'lmaganda o'sha nima deydi, raqamli texnologiyalardan foydalanadigan, chunki bugun raqamli texnologiyalar, raqamli xizmatlar hayotimizga kirib kelyapti, to'g'rimi? O'shalardan foydalanadigan bir insonlar qilib yetishtirish bu bizani oldimizdagi vazifa va bu kecha men aytdim, bizni hammani o'zgarishni o'qituvchilardan boshlashimiz kerak, chunki bolalarimiz maktabga boradi, maktabda o'rganadi hamma narsani. Qachonki biz o'sha o'qituvchilarimizdan o'sha so'nggi texnologiyalardan xabardor qilsak, ularni o'sha nima deydi, dasturchi bo'lmasa ham siz dasturchidan tortib boshqa sohagacha bo'lgan odamlar hammasi sizdan chiqadi-da. Sanga mana shu texnologiyalardan o'rganishga bir hissa qo'shadigan va katta yordam beradigan odamlar sizlar. Ya'ni biz IT hamjamiyati yaratmoqchi ekanmiz. Biz o'qituvchilarimizga bu borada suyanishimiz kerak. To'g'rimi? Yana bir bolalarni ITga qiziqtirish uchun aynan siz o'qituvchi sifatida o'sha darsdan, dasturlaringizdan tashqari qanday ishlar qilishga harakat qilasiz? Va o'zingizga o'xshagan o'zingizni hamkasblaringizga nimalar degan bo'lardingiz? O'quvchilarimni darsga qiziqtirish uchun har hafta darsga, har haftada 2 kun, 3 kun yangiliklarni topib olaman. Mana yaqinda chiqqan Vizipro ko'z oynaklari haqida. Bitta o'quvchiga dars tugashiga 5 daqiqa qolganda farzandlar, bolalar, o'quvchilarim, qarang, mana shu yangilikni eshitdingizlarmi deb videosini qo'yib bersam, "Voy, ustoz, siz shundan xabarsiz qolibsizmi?" deb o'ylagandik. Nimagadir aytmayotgandingiz deb qo'yishadi. Mana Xitoyning Pekin va Guanzhou shahrida optik tolali kabel 3,35 kilometr joyga o'tkazildi. Bunda tezlik 1,12 terabayt sekundiga. Mana o'sha yangilikni noyabr oyida topib aytsam, bitta o'quvchim, ustoz, men sizni dars oxirigacha shuni aytarmikansiz? Mana shu yangilik kechagina 15 noyabr kuni mana shu internetda chiqdi. Shuni qachon aytar ekansiz? Dars tugashiga ham ozgina qoldi. Ustoz qachon aytar ekan deb kutib turgandim. Yoki ustoz xabarsiz qolibmikan? O'quvchilar yonida aytmay turgandim, ketishdan oldin asta-sekin o'zingizga aytib ketmoqchi edim deb 11-sinf o'quvchisi shu gapni aytib qoldi. Mana shu o'quvchilarni qiziqtirish uchun avvalo o'zimiz hamma yangiliklardan, yangi texnologiyalardan xabardor bo'lishimiz kerak. Endi bu yoshda hamma narsani o'zlashtirishning iloji yo'q. Lekin uning nima ekanligini va u bizga nima berishini o'rgansak bo'ldi. Va mana shuni o'quvchilarga, mana shu narsani o'rgansang, sen zamondan orqada qolmaysan. Raqamli texnologiyalarni, yangi metodlarni, yangi qurilmalarni, yangi chiqayotgan texnikalarni ishlatishni bilmasang, kimnidir yonida, mana bitta qizlarimiz biror bir uyga kelin bo'lib tushsa ham, mana shular shuni bilmasa, voy kelinoyim bilmas ekan. Siz biror bir tog'angiznikiga mehmonga borsangiz ham jiyaningiz, voy shuni amakim bilmas ekan deb aytib qolishidan qo'rqib ham o'rganing deyman.
mana shu yangi texnologiyalarni biz o'rganishimiz, o'quvchilarga motivatsiya berishimiz, ularga har kuni yaxshi kayfiyatda kelib nimanidir yangilikni aytishimiz, ular ham yangilik topishga qiziqadi va ular ham ustozni xursand qilish uchun ham voy ustozdan ortda qolmay nimaga ustozim shu yangilikni aytyapti men xabarsiz qolib ketdim deb ham o'rganishadi. Informatika o'qituvchilariga kelsak, informatika o'qituvchilariga kuch quvvat tilayman. Ularning shunday sharafli, shunday qiziqarli, shunday zerikarli bo'lmagan ajoyibotlar olami, yangiliklar olami, har bir yangi texnologiyadan birinchi bo'lib foydalanish va mana shuni biz ko'rish baxtiga muyassar bo'lganimiz bilan ularni intilishlarini qo'llab-quvvatlayman. O'quvchilar uchun hech qachon ta'lim berishdan charchamasinlar. O'quvchilarimizni yaxshi kayfiyatda kutib olib, ularni yangi motivatsiyalar berib, yangiliklar bilan donishtirib, hech bo'lmaganda mana shu sohaga qiziqishni uyg'otsak bo'ldi. O'zi biz ustoz o'rgatuvchimiz. Ustoz o'rgatuvchimiz. Avvallari ishga olganda kompyuterni bilasanmi deb so'rashgan. Hozir ishga olishganda kompyuterni va ingliz tilini bilasanmi deb so'rashadi. Shunday kun keladiki, kompyuterni bilasanmi, ingliz tilini bilasanmi deb so'ramasdan, sen dasturlashni bilasanmi deb so'rashadi. Biz mana shunga tayyor o'quvchilarni tarbiyalashimiz kerak. Jahon bozoriga chiqadigan, mana shu chet ellarda ham o'zini faoliyatini yuritadigan, hech kimdan kam bo'lmagan va hech qanday sohada orqada qolmagan yoshlarni tarbiyalashimiz uchun biz raqamli texnologiya yangiliklari bilan birgalikda hamnafas bo'lib, birga hamma yangilikdan xabardor bo'lgan holda borishimiz kerak. Rahmat Sayyor opa. Aslida hozir juda ham zo'r gap aytdingiz. Biz bugun bolalarimizga tushuntirishimiz kerak. Ular qayergadir chetga ishchi bo'lib emas, aslida shu sohani o'rganib, aynan siz dars berayotgan sohani mukammal o'rganib, o'zlarini o'tirgan joyida, hatto uydan chiqmasdan turib ham katta daromadlar olishini va bu bilan nafaqat o'zlari, balkim o'sha davlatlarga, vatanlarga ham foydalari tegishini uqtirishimiz kerak va bunda biz asosan sizlarga, siz aziz o'qituvchilarimizga suyanamiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat va keyingi ishlaringizda omad va zafarlar tilab qolaman. Rahmat, Sayyor sog' opa.